Barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Oysulton opadan salom debdilar. Assalomu alaykum Oysulton opa, yaxshimisiz? Oysulton opam yozyaptilar. Salomimni aytib qo'ying, yetkazib qo'ying. Rahmat. Muhayyo Norboyeva, ukam ovozingga ovoz qo'shilsin deyapti. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. 71 203 1065 mehmonimiz Xorazmdan Inomjon Norboyev. Toshkandalar, sizlar uchun mana jonli muloqotda video tarzda ham ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum. Labbay. Ha. Bodirjon ulab bering. Ulab turibman-ku. Biza ulanmaydi, to'g'ridan to'g'ri chiqasiz. Labbay. 203 1065 ga telefon qilyapman. Ha, gaplashyapmiz. Labbay, ayting. Oh, xudoyim, nima bo'lyapti? 71 203 1065 to'g'ridan to'g'ri. Bu ulab beradigan joy emas. To'g'ridan to'g'ri hofiz eshityapti sizni. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Assalomu alaykum Bahodirjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ahvol yaxshimi o'g'lim? Rahmat. Chakmagina ishlayapsizlarmi? Ishlayapmiz. Labbay. Inomjonning ovoziga ovoz qo'shilsin. Qashqadaryodan Abdug'ani bobo bo'laman. Hop bo'ladi. Mana Inomjonning ashullar aytganiga xuddi sovqatganimizga bilmay qoldim. Hali sho'xlari bo'ladi, raqsga tushsa tellab ham ketasiz. Xudo xolasa. Hozir sovqatmabsiz, tellab ham ketasiz hozir. Salom Inomjon. Kelarmikan Xorazmga deb qo'yibdilar. Ruslan Yakubov yozgan ekanlar. Ruslan akamiz, muzikat akamiz, doirachi akamiz. Salomat bo'ling, albatta boraman, xudo xolasa. Ha, mana dasturlarni tugatib, bu yerda televideniyani suratga oladigan joylari hammasini to'g'rilab, qo'shiqlarni yozib, keyin Xorazmga borsalar bo'laveradi. Xudo xolasa. Ha, shuning uchun hozir foydalanib qolamiz. Labbay, assalomu alaykum. Yo'q, ulanmadingiz. Bugun kundagi faoliyatimiz qayerda? Inomjon, qayerda? Bugungi kundagi faoliyatimiz o'sha Tuproqqal'ada. Aha. Oldin ham o'sha o'qib tugatgan muzika maktabimizga hozir o'qituvchi bo'lib, bolalarga dars berib kelyapmiz. Faoliyatimiz. Yigitlar ko'pmi, qizlar ko'pmi? Yigitlar ko'p. Yigitlar ko'p. Kuchliklari bormi ichida? Albatta. Uyalmasdan ayta olamizmi? Erta-indin olib chiqa olamizmi katta sahnaga? Albatta, laureatlarimiz bor ichlarida. Respublikada birinchi o'rin. Ana o'shalarni olib kelishingiz kerak. Yosh, necha yosh ular? Keyingi safarga shu 14-15. 3-sinf bittasi bor, keyin shu 5-6 sinflarda. Aha. O'zi ham soz chaladimi? Ha, chaladi. Soz chaladi. Xorazm navolaridan, ustozlardan bir kelasi safarda o'sha laureatlarni ham bir taklif qilsangiz, yoshlarimizga ham bir shijoat bo'lsa, eshituvchilar oralarida, xususan ota-onalarimiz tinglab musiqa maktablariga farzandlarini safarbar qilishsa, undan keyin mana oliy dargohlarga o'zingizga o'xshab sekin musiqa maktabi, keyin Hamza bilim yurti, keyin konservatoriya, sekin keyin magistratura ham bo'lganmi? Yo'q. Yo'q-a? Lekin ketma-ketlikda kelyapti. Niyat bor, xudo xolasa. U ham bor, xudo xolasa niyat bor. Niyat bor. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Bo'ladi boshqa hozir aka. Ha, Labbay, eshitamiz. Mehmonimiz Bezod Haqiyto nimalari, nafaslari bor ekan. Asli Bezod Haqiy bilan qanday jihati yo'qmi ekan mehmonimizdan? Haqiy o'zi Xorazmdan bilan qayerdan? Bekzod Haqiy Qashqadaryodan. Bekzod Haqiy bilan yaqinmilar, qarindoshmasmilar deyaptilar. Yo'q, qarindoshchiligimiz yo'q, lekin endi do'stona munosabatlar bor. Bor. Qo'ng'iroq, Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, eshitamiz. Samarqanddan Durbek akaman. Hobbay, Labbay, xo'p bo'ladi. Bu mehmonimiz kimlarni ustozimizni biladi? Agar Ortiq Otajon haqida bir Xo'p bo'ladi, yuqorida aytdik, sanab o'tdik ustozlarimizni. Mayli, yana bir bor aytib o'ting ustozlar. Shu Chomuzon Ataniyozov, Ortiq Otajonov, Bobomurod Hamdamov, Rahmatjon Qurbonov, Hoshilbek Matchonov, o'shalar ustozimiz deb bilamiz. Baraka toping. Hammalari ko'rdingiz suratlarini. Siz o'tirgan joyda o'sha ulug' ustozlar hammalari joy olishgan. Ko'pchilik joyda bu. Ha, bu faizli joy. Ko'pchilar o'tib ketishdi, lekin hozir suratlarda ko'rdilar. Inomjon ham o'zlariga suratga oldilar. Mana shu yerdan hamma ustozlar kelishgan, shularni ko'rdingiz hozir dedim. Mahmudjon akamiz umuman Tojiboyev 2004-2005larda kelganlar. Birinchi shogirdlarni olib kelib, unda peshinda bo'ladigan vaqtimiz yakshanbada bo'lardi, tashqarida o'choqlarda, qozonlarda oshlar qilinadigan, suratlar fotoapparatlarda tushishni bilmadim, telefon bormidi, yo'q edi shekilli-ku, suratlarga tushgan holatlarimiz bor edi. Navbatdagi ijroga o'taylik. Nima aytamiz? Ustozlardan nimadir o'zingizdan? Mayli, ortiq Otajonovdan
Ömür öterini aytsak. Hop bo'ladi, hop Eğer bo'ladi. imkan bo'lsa shuni Marhamat. ömür öter, vakt öter. Hallar öter, takt öter. Ömür öter, vakt öter. Hallar öter, takt öter. Omad öter, baxt öter. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolumdan. Seni yürüyüşlerin, seni külüşlerin, seni külüşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolumdan. Seni yürüyüşlerin, seni külüşlerin, seni külüşlerin. Baharda bağına güzel, kar yağsa tağına güzel. Baharda bağına güzel, kar yağsa tağına güzel. Bu yaşlı çağına güzel. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolumdan. Seni yürüyüşlerin, seni külüşlerin, seni külüşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Seni yürüyüşlerin, seni külüşlerin, seni külüşlerin. Ay çıkar yağsa hali, dostlar köptür vefalı. Ay çıkar yağsa hali, dostlar köptür vefalı. Hayat şundan safalı. Lekin hiç kaçan çıkmaz yolundan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Sekin sözleşlerin, pinhan izleşlerin, pinhan izleşlerin. Ömür yol kayrılış küp, uçlaşış ayrılış küp.
ajrashish ayrılışım unutish aytilishim lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurişlerin seni gülüşlerin seni gülüşlerin lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni yurişlerin seni gülüşlerin seni gülüşlerin halim so'rashlerin halim so'rashlerin Ha, barakallah, salomat bo'ling.